Assalomu alaykum aziz do'stlar. Arton kompaniyasi yana sizlar bilan birga. Bugun bizni eng katta mijozlaridan biri Shohsaroy uylari kompaniyasining 4-eng katta proyektlari Sokin Diyor turar joy majmuasidamiz. Ushbu Sokin Diyor loyihasi 16 ta 18 qavatli binolarni o'z ichiga oladi va bu binolarning bir nechtasi 16-qavatgacha ko'tarib bo'lingan va bu qurilishda Arton gazobloklaridan foydalanilgan. Ushbu Sokin Diyor loyihasi umumiy hisobda 1800 ta xonadonni o'z ichiga oladi. Mana hozir biz qurilish obyektidamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, ushbu binolarda Arton gazobloklaridan foydalanilgan. Arton gazobloklari sizning binoingizga tekislik, devorning tekisligi va o'zgacha chiroy berib turadi. Mana sizga hozir Sokin Diyor turar joy majmuasi haqida va Arton gazobloklari haqida ma'lumot berib o'tdik. Tanlov qilish o'zingizdan. Bizni kuzatishda davom eting, sog' bo'ling, salomat bo'ling.